Har bosh yuvganda maska balzam ishlatishim shartmi? Itak sochim yog'li bo'lsa. Yana 3 kunda bir yuv deysiz. Har kun yuvmasam bo'lmaydi. Albatta ishlatasiz, agar sochingiz sizga qadrli bo'lsa. Chunki boshingiz terisida ishlab chiqariladigan yog' imенно sizni sochingiz uchun muhim bo'lgan yog' va sizni sochingiz uchungina ishlab chiqariladi. Lekin siz u yog'ni uzunlikkacha yetib borishiga yo'l qo'ymaysiz. Yuvib tashlaysiz. Yuvganingizdan keyin uchlariga maska balzam qilishingiz shart va 3 kunda yuvishingiz kerak. Chunki undan tez yuvadigan bo'lsangiz, boshingiz terisini zararlab qo'yasiz. Bosh terimizda ishlab chiqariladigan yog' sochimiz uchun juda ham foydali yog', lekin u sochimizda uzunlikkacha tushib kelishiga yo'l qo'ymaymiz, baribir yuvib yuboramiz. Chunki bosh terisida bakteriyalar ko'payib ketadi, yana har bitta odamning o'ziga xos hidi ham bor, lekin shu holatda ham siz sochingizni 3 kun, 5 kun oraliqda yuvishga harakat qiling, ko'p yuvmang. Yuvganingizdan keyin обязательно soch uzunligiga yuvilmaydigan maskalar va balzam maskalardan albatta foydalaning.